20-30 dollardan sotilgan lagerlarni ham teppa-tekinga bonus Bagema 002 Qurbon hayitga bir skidka qilmasin ekan. Sizlar uchun pichonsilardan tashqari mana shunaqa hammalar sevgan Dubai servirovkalarimizni ham 99 dollardan qo'yib yubordik. To'g'ri, aytishlar mumkin. O'tgan safar ham 99 dollarga qo'ygandinglar-ku. Qo'ygandik 12 kishilik 60 ta predmetini qo'ygandik. Bu safar sizlarga 20 dollardan sotilgan, 20-30 dollardan sotilgan lagerlarni ham teppa-tekinga bonus sifatida 62 ta predmetni qilib qo'shib beryapmiz. 99 dollarga Bagema 012 do'konimizdan Qurbon hayit munosabati bilan kelasizlar. 12 kishilik 62 ta predmetli servirovkamizni xarid qilib ketasizlar. Servirovkaning ichiga nimalar kiradi deb so'raysizlar, bilaman, qaranglar. 12 kishilik 2 xil razmerdagi tarelkalarimizga kiradi. 24 ta 12 ta kosa, 12 ta pila, 6 ta salat, 4 ta aval, 2 ta choynak va bonusiga 20 dollar, 30 dollardan kam sotilmagan lagerlari 2 ta dona shundoq teppa-tekin bonus sifatida sizlarga ketyapti. Bunaqa sharoitda, bunaqa imkoniyatni Qurbon hayitga sizlarga faqat va faqat butun Toshkent bo'yicha nomer 1 do'kon Bagema 002 beradi. Bizda arzon topsanglar o'sha gap emas, sizlarga mana shu servirovkamizni 10 ta tekinga berib boraman. Nechta kerak sizlarga? Lekin sizlar bizda arzonga topa olmaysizlar. Men sizlarga tekinga berishga majbur bo'lmayman.